Iftorli dasturxoniga shu kletchatkaga boy salatni tayyorlaydigan bo'lsangiz, ro'zadorlarni oshqozonni qiynamasdan hazm bo'ladi, qorinni to'yg'izadi, shu bilan bir qatorda foydali vitamin va minerallar bilan organizmni boyitadi. Ham quyuq, ham suyuq ovqat bilan bemalol chiqishib ketadi. Yosh bolajonlar ham xohlaganicha iste'mol qilsa bo'ladi. Ishimizni salat bargini qo'lda to'g'rashdan boshlab, ketidan bodring pomidor rangli bulg'or qalampirlarini o'rtacha kattalikda to'g'rab solamiz. Salatimizga o'zgacha maza berish uchun men fitax ishlatdim, lekin siz oddiy brinzadan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu salatga hattoki 1 gramm ham tuz qo'shilmaydi. Ta'mi noodatiy bo'lishi uchun yaxshi pishgan limonni to'g'rab solamiz. Ketidan olivka donachalari va olivka yog'ini solamiz. To'liq retseptni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Ro'za Ramazon oyida duo olib savobga qolishni xohlasangiz, korzinkada Ramazon bokslari tayyorlangan. Ichiga ro'zg'orlikda kerak bo'ladigan barcha narsa solingan. Korzinka Go ilovasi orqali buyurtma qilib, yaqinlaringizga hadya qiling va duolarini oling. Taomlar ibodatingizga quvvat bo'lib, tutgan ro'zangiz ijobat bo'lsin.